markazi, Forum viloyat filiali, Buxoro shahar birinchi podstansiyada feldsherlik faoliyatini olib boramiz. Avvalambor bu narsani aytmoqchi uchun feldsherlik brigada tashkillangandan buyon mana bu yerda vrach ishlayotgan ustozlarga katta rahmat aytamiz. Chunki ularning yordamlari, ularning maslahatlari bilan ko'p narsani o'rgandik, ko'p narsaga erishdik. Men bir narsadan faxrlanamanki, bemorlarning kelayotgan payt bemorlardan doim yaxshilik so'zi eshitib, bemorlarga eshitayotgan biz bemorlardan duolarimiz shuning o'zi katta biz uchun baxt. Aslında faxrlanaman. Feldsherlik kasbi juda ajoyib kasb.